Sahl ibn Abdulloh degan buyuk zot o'tganlar. U kishi aytadilarki, mani tog'am juda ko'p ibodat qilardilar. Chamasi 3 yoshlik bola edim. Kechasi tog'amni ibodati paytida uyg'onib ketib tomosha qilardim ibodatini. Mani bu holimni ko'rdi-da, tog'am oldimga kelib, "Sahl qalaysan?" dedi. "Ha, yaxshiman. Shu kechalari uyg'onyapsan-a? Har uyg'onganingda 3 marta Alloh men bilan, Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh meni bilib turibdi" deb qo'ygan. 3 marta aytgan, xo'pmi? Ha, xo'p. Bir necha kun shuni aytdim deydi. Keyin tog'am kelib yana sinab ko'rdilar. Keyin aytdiki deydi, mana shu narsani halovatini o'zim men kichkina bo'lsam ham sezdim. Ma'lum bir muddatga yetganda tog'am aytdi, "Sahl, ha. Alloh sen bilan, ha. Alloh seni ko'rib turibdi, ha. Alloh seni bilib turibdi, ha. Endi shu sen bilan bo'lgan Alloh, seni ko'rib turgan Alloh, seni bilib turgan Allohga gunoh qilishing joizmi?" dedi. "Yo'q," dedim, "bo'lmasa gunoh qilma." Ana shunday o'sdim deydi. 6 yoshimdan Qur'onni yodladim. Undan keyin boshqa ibodatlarni qildim. Mana bugunga kelib, kimsan? Sahl ibn Abdulloh degan bo'ldim deydi. Ya'ni bolalarda ham mana shu tuyg'uni, Allohning kuzatib turishini, ziyraklik bilan bandasini har tarafdan demak tekshirib turishini his qilish tuyg'usi, muroqaba har bir bandada bo'lishi kerak. Shunda nafsi pok bo'ladi, ruhi baquvvat bo'ladi, axloqi sayqalgan bo'ladi.